Richard Bach, oqchorloq Jonathan Livingston. Asl Jonatanga, har birimizda yashaydigan oqchorloqqa bag'ishlanadi. Birinchi qism. Tonggi pallasi edi. Bo'y ko'rsatgan quyosh jimirlab yotgan dengiz betini oltin tusga belagan. Baliqchi qayg'i qirg'oqdan 1 mil narida. Suv uzra chaqiriq tovushi taraladi. Bu nonushta xabari. Katta yig'in. Chorlov tag'in bot-bot yangraydi. Nihoyat minglab oqchorloqlar uchib kelib o'zini to'daga urmaguncha takrorlanadi. Har qaysi qush ayyorlik va abjirlik bilan tashlanib yog'liroq luqmani yulib qochishga urinadi. Biroq Jonathan Livingston ismli oqchorloq to'dada yo'q edi. U mashq qilardi. Boshqalardan olisda, yolg'iz o'zi. Qayiqdan va qirg'oqdan juda balandda parvoz etardi. Osmonga 100 fut yuksalib pardali panjalarini bo'sh qo'ydi. Tumshug'ini ko'tardi va butun kuchini yig'ib qanotlarini egdi. Juda qattiq og'riqqa chidab ularni yoy shakliga keltirdi. Qanotlarni bunday shaklga keltirish uning fikricha parvozni imkon qadar sekinlatishi lozim edi. Va Jonathan havoda tobora sekin va sekin sirg'andi. Qulog'iga urilayotgan shovullagan tovush eshitilar-eshitilmas shivirlashga aylandi va tubanda okean muallaq qotdi. Ko'zlarini qisib, zo'r berib, diqqatini jamlagancha Jonathan nafasini ichiga yutdi. Yana birgina, 1 dyum. Uning parlari titradi. Chuvalashdi. U tezlikni butkul yo'qotib qo'ydi. Chalqanchasiga ag'darilib ketdi va pastga quladi. Sizga ma'lum bo'lsa kerak, oqchorloqlar hech qachon bunday tang ahvolga tushmaydilar. Oqchorloqning parvoz chog'ida tuyqusdan to'xtagani, tezligini yo'qotgani kechirilmas hol. Bu uyat, bu sharmandalik. Biroq ayni damda oqchorloq Jonathan Livingstonga uyat hissi begona edi. U tag'in juda qattiq og'risa-da, qanotlarini egik shaklga keltirdi. Sekinlik bilan ohista sirg'aldi va mashqni tag'in muvaffaqiyatsiz yakunladi. U mashqni takrorlayverdi, chunki u oddiy qushlardan emas edi. Aksar oqchorloqlar uchishning jo'ngina qoidalari bilan qanoatlanadi. Jiddiyroq parvoz qilishni o'rganishga o'zlarini urintirib o'tirmaydi. Qirg'oqdan oziqqacha bu uchib borib, uchib qaytilsa, shuning o'zi kifoya ular uchun. Ko'pchilikka parvoz emas, faqat ozuqaning o'zi zarur xolos. Biroq Jonathan Livingston otliq oqchorloq uchun muhimi parvoz. Ozuqa esa bu shunchaki. Chunki dunyoda Jonathan barchasidan uchishni yaxshi ko'radi. Hayotga bunday munosabat Jonathanning anglashicha oqchorloqlar galasida unga obro' keltirmasdi. Hatto ota-onasi ham uning har kuni yolg'iz o'zi 100 martalab sekin pastlab sho'ng'ib uchishini mashq qilishidan sarosimaga tushardi. U hali ko'p narsani, misol uchun qanotlarini yarim qoqib ucharkan, havoda o'zining uzoqroq va deyarli zo'riqishsiz turishining sababini tushunmasdi. Jonathan hech qachon sekin pastlab qo'nishni odatdagi tarzda yakunlamas. Panjalarini kerib, qanotlarini keng yoygancha qorni bilan tap etib suvga o'tirib olmasdi. Buning o'rniga u havoda davomli bir tekis sirg'alib, tanasi bo'ylab oldinga uzalgan panjalari bilan suv betiga tegib tegmay uchishni mashq qilardi. Qishloq sohilga sirg'alib uchib qo'nishni o'rgana boshlagan paytda har gal mahkam siqilgan panjalari bilan qumloqqa tepadan tushib kelarkan, uni ko'rgan ota-onasining o'takasi yorilguday bo'lardi. Nega bunday qilasan, jon, nega? Deb qayg'urardi onasi. Nahotki hamma qatori uchib qo'nib yurish shuncha qiyin bo'lsa. Soqqa qush shunday past uchadi. Albatroslar ham. O'shalar mashq qilaversin suv ustida pastlab uchishni. Axir sen oqchorloqsan. Nega hech ovqat yemaysan? O'zingga bir qara o'g'lim, pating suyagingga yopishib ketibdi-ku. Mayli, yopishsa yopishar, biroq men o'zimni hech ham yomon his etayotganim yo'q, ona. Menga shunisi qiziq. Osmonda nimaga qurbim yetadi, nimaga yetmaydi. Men shuni bilishni istayman, xolos. Gapimni eshit, Jonathan, deya g'azabdan xoli ohangda gapirardi uning otasi. Hadamay qish kiradi.
Dengizda kemalar siyraklashib qoladi. Suv betida yashaydigan baliqlar tubroqqa ketadi. Agar senga biror bir narsani o'rganish zarur bo'lsa, ozuqa topish yo'llarini o'rgangin. Sening bu uchish mashqlaring ular albatta yaxshi, biroq o'zing tushunasan, sekin pastlab qo'nishni mashq qilish bilan qorin to'ydirib bo'lmaydi. Sening uchishdan maqsading ovqat topish. Buni unutish yaramaydi. Jonatan itoatkorona bosh irg'adi va bir necha kun mobaynida o'zini tiyib, xatti-harakatlari boshqa barcha oqchorloqlarnikidan farq qilmasligiga urindi. Buni u baliq ovlaydigan kemalarda va ular to'xtaydigan joyda oqchorloqlar galasi uyushtiradigan jangga, baliq ichak chavog'i qotgan non bo'laklari uchun kechadigan qiy-chuv va to'polonga qo'shilib, o'zicha halol va hafsala bilan talashib tortishib ko'rsatishga harakat qildi. Biroq yashash uchun bunday kurashishga nisbatan o'zida jiddiyroq munosabat uyg'otish Jonatanga muyassar bo'lmadi. Qandaydir bema'nilik o'yladi u uchib borarkan va ming mashaqqat bilan talashib tortib olgan luqmani atay tushirib yubordi. Jonatanning ortidan quvib kelayotgan qora oqchorloq luqmani ilib oldi. Jonatan o'yladi. Shuncha vaqtni men parvoz sirlarini o'rganishga sarflasam bo'lardi. Axir hali qancha narsani bilishim kerak. Shunday qilib xayol o'tmay oqchorloq Jonatan yana dengizda paydo bo'ldi. U yolg'iz o'zi, och nahor, biroq xush kayfiyatda uchish ilmini o'rgana boshladi. Bu safar tezlikni o'rganish vazifasi qo'yilgandi va bir hafta davom etgan mashqlardan Jonatan parvoz tezligi haqida shunchalik ko'p sirlarni bilib oldiki, eng chaqqon oqchorloq ham buning uchun butun umrini sarf etgan bo'lardi. Zo'r berib qanotlari bilan harakatlanib, u 1000 futlar balandlikka ko'tarilib oldi va shu joydan tikkasiga tashlab, quyiga, to'lqinlarga peshvoz yeldek uchdi. Va shu lahza ichida oqchorloqlar nima sababdan hech qachon qanot qoqib pastga sho'ng'ib uchmasligini tushundi. Arzamagan 5-6 soniyada u soatiga 70 mil tezlikni oldi. Bu eng yuqori natija bo'lib, bunday tezlikda odatda qanotlar harakatlanayotgan daqiqada shiddatli havo oqimi ta'sirida muvozanat yo'qoladi. U qayta urindi. Bor imkoniyatini ishga soldi. U hushyor va ehtiyotkor edi, biroq har gal katta tezlikka erishganida boshqaruvni eplay olmay qolardi. 1000 futlar yuksakka ko'tarilishning o'zi bo'lmaydi. Shtob bilan to'g'riga uchish, keyin qanotlarini ishga solib quyiga tik sho'ng'ish g'oyatda mushkul. Shunda bu har gal sodir bo'lardi. Chap qanot dosh bera olmasdi. Ayovsiz bostirib kelayotgan kuchli oqim Jonatanni zarb bilan chapga otdi. O'ngdan ham shunday shiddatli oqim nisbatan bardoshli o'ng qanotga kelib urildi va xuddi shamolda lopillagan alanga singari Jonatan muvozanatni yo'qotdi. Qulab o'ng yoqlamasiga parmaday buralgancha quyiga sho'ng'ib ketdi. Qarshisidan bostirib kelgan oqimga basma-bas kurashishda unga aniqlik yetishmagani ochiq ko'rinib turardi. U 10 martalab harakat qilib ko'rdi va har gal soatiga 70 mil tezlikni oldim deganida boshqaruvni eplay olmay, chuvalashib qolgan patlari yig'ilib suvga qulab tushardi. Nihoyat jiqqa ho'l bo'lgan Jonatanning miyasidan shunday fikr kechdi. Bu holatdan chiqishning birdan bir yo'li qanotlar harakatini vaqtida to'xtata bilish. 50 milgacha yelday uchib, keyin qanotlarini bir zaylda harakatsiz tutish. Jonatan yana bir marta endi hatto 2000 futlar yuqoriga ko'tarilib mashqni olishga qaror qildi. U yeldek uchdi va nafasini ichiga yutib, kerilgan qanotlari bilan tik sho'ng'idi. 50 millik tezlik chegarasi arang bosib o'tildi. Bu masofa undan haddan tashqari ko'p kuch sarflashni talab qilgani esa-da, ayni usul qo'l kelayotgandi. 10 soniya o'tib tag'in tepaga ko'tarilib olgandan so'ng Jonatan 90 milli chegarani zabt etdi. Bu oqchorloqlar uchun jahon rekordi.
Biroq g'alaba quvonchi g'alabaning o'zi kabi uzoqqa cho'zilmadi. Jonatan tepaga ko'tarilishni to'xtatib, muvozanatni saqlash uchun qanotlarining holatini o'zgartirishga uringani hamon uni kuchli havo oqimi halokatli tiyiqsiz kuch bilan uloqtirib yubordi. Soatiga 90 mil tezlikda parvoz qilayotgan qush uchun bu dinamit zaryadining portlashiga monand holat edi. Jonatan pastga qulab tushdi. Okean sathi g'isht yotqizilgan yo'lakdek qattiq edi. Jonatan hushiga kelganida qosh qorayib qolgan. U oy shu'lasida yiltillab yotgan dengiz betida qalqib suzib yurardi. Jiqqa ho'l qanotlari qo'rg'oshindan quyilganday edi. Biroq shafqatsiz mag'lubiyat uni bundan-da ortiq ezardi. Jonatan umidlandi. Boshiga tushgan shu ko'rgilikning o'zi uni suv qa'riga tortib ketishi uchun yetarli bo'lar. Shu bilan barchasi barham topsa koshki edi. Jonatan suvga chuqurroq sho'ng'idi va shu tobda ich-ichdan g'alati bir ovoz jarangladi. Barchasi bekor. Men oqchorloqman. Qismatim imkoniyatimning cheklanganidan tez uchishni va parvoz san'atini mukammal egallashim uchun aslida tug'ilganimdayoq tanam shunga mos sifatlarga ega bo'lishi lozim edi va o'shanda aqlim ham shu taqozo etadigan darajada ishlardi. Tez uchish uchun qirg'iyning qanotlari zarur. Menda esa bunday imkoniyat yo'q. Men qaynoq qumdagi kalamushlar bilan emas, suvdagi sovuq baliqlar bilan oziqlanaman. Otamning aytgan gaplari to'g'ri. Bu befoyda. Mashg'ulotlarni bas qilishim kerak. Uyga qaytay, galaga va tirik yurganimga, borligimga shukr qilib yuraveray. Axir men bir notavon oqchorloqman. Imkoniyatlarim cheklangan va men bunga tan berishim lozim. Ovoz o'chdi. Jonatan rozi bo'ldi. Tunda oqchorloqlar qo'lang'asi qirg'oqda. U o'ziga va'da berdi. Shu daqiqadan e'tiboran u oddiy oqchorloqday yashay boshlaydi. Shunday qilsa bu barchaga ma'qul ish bo'ladi. Jonatan holsiz suv betiga tayanib zo'rg'a ko'tarilib olib, qirg'oq tomon ucharkan kam kuch sarflab pastlab uchishni o'rganib olgani uchun taqdiriga shukr qildi. Ammo endi o'yladi u, baribir mashqlarni butkul yig'ishtiraman. Nimaiki bilgan, o'rgangan bo'lsam barisi tugadi. Unutaman endi. Oqchorloqdan qirg'iy chiqmaydi. Men kimman? Oddiy, hamma qatori bir oqchorloqman va hamma qatori tinchgina uchib qo'nib yuraveraman endi. Shunday o'ylar bilan Jonatan og'riqqa bardosh berib amallab 100 fut ko'tarildi. Qanotlarini og'ir silkiganicha qirg'oqqa yo'l oldi. Endi to'dagi oqchorloqlar qatoriga qo'shilib, ular kabi yashashga qaror qilganidan vujudida yengillikni his etdi. Bu qarori bilan u uchish ilmini egallashga o'zini tobe qilib qo'ygan kuchga bog'langan rishtalarni uzgan edi. Shu tariqa kurashlardan ham, mag'lubiyat alamlaridan ham bir yo'la qutulgan edi. O'ylamay, bosh qotirmay shunchaki yashash istagi tun qo'ynida uzoq qirg'oq ortida jilvalangan gulxanga talpinib jimgina uchish unga huzur bag'ishladi. Zulmat tuyqusdan yangragan tashvishli ovoz sukunatni buzib yubordi. Oqchorloqlar tunda uchmaydi. Hech qachon. Negadir Jonatan ovozga zarracha e'tibor ham qilmadi. Bunga uning holi yo'q edi. Biroq shunday bo'lgani yaxshi, o'yladi u. To'lin oy, qirg'oqdagi gulxanlar, jimirlagan suv betida yo'l ko'rsatib belgi berib turgan shu'lalar. Tinch, osuda, xotirjam. Juda yaxshi. Darhol qirg'oqqa tush. Hech qachon oqchorloqlar qorong'u zulmatda uchgan emas. Bunga tug'ma qobiliyat kerak. Boyqushning ko'zlari, qirg'iyning kalta qanotlari kerak. Tuyqusdan tunda 100 fut tepada Jonatanga g'oyibdan eshitilgan bu ovoz va vujudidagi og'riqlar, haligina ond ichib kelgan qat'iy qarori barisi go'yo hech qachon bo'lmagandek zumda yo'qoldi. Mana parvozning siri qayerda? Qirg'iyning kalta qanotlari. Jumboqqa javob shu.
Shu qadar ahmoq bo'lmasam men. Axir qanotni kaltaroq qilolsam kifoya edi-ku. Buning uchun qanotlarni yig'ib olib, faqat dum qismini yoyiq holda tutib harakatlanish kerak edi xolos. Kalta qanotlar shu-da. Borliqni unutib, na o'lim va na mag'lubiyatni o'ylab, Jonatan shu zumdayoq tungi qoramtir dengiz uzra 2000 fut osmonga ko'tarildi. Qanotlarini keng, mo'l qismlarini badaniga mahkam yig'ib bosib, faqat yoysimon chuqur dumini bostirib kelayotgan havo oqimiga qarshi yoydi va quyiga tik tashladi. Boshida shamolning vahimali guvillashi soatiga 70 mil, 90, 120 tezlik muntazam oshib borayotir. Soatiga 140 milga yetdi. Bosim esa yoyilgan qanotlari bilan soatiga 70 mil uchgandagi qaraganda behisob darajada sust. Qanotlarining uchini bilinar-bilinmas harakatlantirgani shiddatli sho'ng'ishdan chiqib olishga kifoya qildi. Va u oy yog'dusida misoli zambarakning kulrang o'qiday to'lqinlar uzra uchib o'tdi. Jonatan shamoldan ayab ko'zlarini qisdi. Ko'zlari bir chiziqday ensiz tirqishga aylandi. U mamnun edi. Soatiga 150 mil va yana boshqaruvni yo'qotmagan holda. Agar 2000 emas 5000 futga ko'tarilsa-chi, qiziq. Unda tezlik qanday bo'lar ekan? Bundan atiga bir necha daqiqa oldingi ahdu qarori unut bo'lgan, shiddatli shamolda to'zg'ib uchib ketgan edi. Jonatan o'ziga bergan va'dasini buzdi, biroq o'zini aybdor his etmadi. Bunday va'dalar kundalik oddiy hayot tarziga ko'nikib ketganlar uchun qandaydir ahamiyat kasb etar ehtimol. Biroq bilimi va o'quvi bilan favqulodda hodisalarni anglab yetadiganlar uchun ahamiyatsiz. Quyosh bo'y ko'rsatgan pallada Jonatan mashq qilardi. 5000 fut balandlikdan baliqchi qayiq suvga tashlangan cho'pga o'xshaydi. Nonushtaga yig'ilgan to'da ko'z ilg'ar-ilg'amas gir aylanayotgan g'uborday. Jonatan o'zining tirik ekanini his qildi va qoniqish hissidan to'ygan quvonchidan vujudi yengilgina titradi. Botinidagi qo'rquvni yenga olganidan g'ururlandi. Deyarli qiyinchiliklarsiz qanotlarining old qismini yig'ib, ularni o'tkir uchini shamolga to'g'rilagancha dengiz sari quyiga sho'ng'idi. 4000 fut masofaga parvoz etib, Jonatan eng yuqori tezlikni oldi. Qarshisidan bostirib kelayotgan havo oqimi metinday qalin, sershovqin to'siqqa aylandi. Uni yorib o'tishining hech iloji yo'q edi. Bu oxirgi marra edi. Jonatan tez harakatlana olmasdi. U soatiga 214 mil tezlikda uchayotib, o'zini quyiga tik tashladi. Agar bunday tezlikda qanotlarini yoygudek bo'lsa, halokat muqarrarligini, ayovsiz oqim zarbasi o'zini millionlab bo'laklarga titib yuborishini va okean betiga faqat shu bo'laklargina yetib borishini bilib yutindi. Biroq bu shiddatli parvozda o'zgacha kuch bor edi. Quvonch va shaffof bir go'zallik mujassam edi. 1000 fut balandlikda Jonatan sho'ng'ishdan chiqishga kirishdi. Quturib bostirib kelayotgan oqimda qanotlarining ichi g'uvillab titradi. Kema va oqchorloqlar to'dasi ko'z o'ngida bezovta to'lg'andi va uchar yulduz tezligida yeriklasha bordi. Ular shundoq Jonatanga ko'ndalang turardi. Jonatan o'zini to'xtata olmas, chetlab o'tib ketishining ham iloji yo'q edi. Bunday vaziyatda qanday amalni qo'llash zarurligini u bilmasdi. Har qanday to'qnashuv esa bir lahzada kechadigan o'lim bilan yakun topishi aniq edi va u o'z ko'zlarini chirt yumdi. Shunda ayni tong mahali Quyosh endi bo'y ko'rsatgan pallada oqchorloq Jonatan Livingston nonushtaga yig'ilib gir aylanib uchayotgan oqchorloqlar to'dasining qoq o'rtasiga yorib kirdi. Soatiga 212 mil tezlikda to'daning o'rtasidan shuvillab uchib o'tdi. Ko'zlari chirt yumilgan, bir siqim par va shamoldan iborat misoli zambarak o'qiday. Faqat bu gal omad kulib boqdi. Hech kim halok bo'lmadi. Sho'ng'ishdan chiqib olgach, uning tumshug'i tag'in tepaga ko'tarildi. Jonatan hanuz olg'a uchar va uchish tezligi soatiga 60 milni tashkil etardi. Tezlik 20 milga
kamayganda esa 4000 fut balandlikda kema suvga tashlangan xasday bo'lib ko'rinardi. Bu chinakam zafar edi. U buni bilardi. Tezlikning eng yuksak nuqtasi shu. Soatiga 214 mil. Oqchorloqlar to'dasi tarixida eng ulug'vor yutuq, chinakam yuksalish. Oqchorloq Jonatan Livingston hayotida bu mutlaqo yangi davrning boshlanishi edi. U odatda uchish mashqlarini o'tkazadigan joyga yo'l oldi. 8000 fut balandlikdan tik sho'ng'ish uchun qanotlarini yig'ib oldi. Endi tezlik oshganda burilishni o'rganishni maqsad qilgan edi. U qanotining uchidagi birgina pat bir dyumga joyidan qo'zg'atilganda vujudi katta tezlikda havoda egri chiziqli yo'l hosil qilib bir tekis uchishini bilib oldi. Biroq Jonatan buni tushunib olgunga qadar boshqa bir qaltis xavfni, agar shunday tezlikda uchayotib bittadan ortiq pat joyidan qo'zg'atilsa, tanasi miltiqdan otilgan o'qday burilib, aylanib chirpirak bo'lib ketishini anglab yetgan edi. Shunday qilib Jonatan yuksak parvoz san'atining sir asrorlarini egallagan yerdagi birinchi oqchorloq bo'ldi. Shu kuni boshqa oqchorloqlar bilan muomala qilishga uning bo'sh vaqti bo'lmadi. Kun botgunga qadar mashq qildi. Qumrovni yechib, yarim charxpalak, to'la charxpalak yasab, tik ko'tarilib, doira yasab, tik tashlab uchish sirlarini kashf etdi. Jonatan sohilda dam olayotgan to'daga kelib qo'shilganida tun yarmidan oqqan edi. U holdan toydi. Boshi aylandi, biroq o'zidan mamnun kayfiyatda qo'nishdan oldin sohil ustidan keng doira hosil qilib, yerga tushguncha esa bir karra charxpalak yasab, keyin qo'ndi. Ularga buning hammasini aytib bersam, ular bu kashfiyotlarni eshitsa, boshlari osmonga yetgudek xursand bo'lishadi deb o'yladi Jonatan. Endi hayot juda qiziqarli bo'ladi. Avvallari zerikarli mayda tashvishlarda qirg'oqdan kemaga, kemadan qirg'oqqa uchib qo'nib umr o'tardi. Endi parvozning mazmuni o'zgacha bo'ladi. Endi uchishdan katta maqsad bo'ladi. Bizda g'aflatni tark etishga imkonimiz bor. Biz o'zimizdagi kuch, qudratni, aql, idrokni ishga solishimiz kerak. Biz o'z ozodligimizni qo'lga kiritishga qodirmiz. Nihoyat biz chinakam parvozga o'rgana olamiz. Oldinda quvonchlarga to'la, orzu umidlarning ulashinishi daraklayotgan baxtiyor damlar kelayotir. Ochilayotgan beqiyos imkoniyatlarning ishtiyoqida yurak hapqiradi. Yerga qo'nib Jonatan to'daning umumiy majlisi ustidan chiqqaniga guvoh bo'ldi. Majlis allaqachon boshlangan. Oqchorloqlar Jonatanni kutishayotgandi. Oqchorloq Jonatan Livingston. Jamoa oqsoqoli xuddi tantanali marosimdagidek dabdabali ohangda gapirdi. Sen oqchorloqlar kengashi muhokamasiga chaqirilgansan. Kengashga chaqirish kimnidir muhokamaga tortib, sharmanda-yu sharmsor qilmoqni yoki olqishlariga ko'mmoqni anglatardi. Tushunarli, o'yladi Jonatan. Demak, gap ertalabki nonushta mahali ro'y bergan voqea haqida. Ular mening to'dani yorib uchib o'tganimni ko'rishgan, biroq olqish u maqtovning menga keragi yo'q. Sardor bo'lishga ham xohishim yo'q. Men o'zim kashf etgan usullarni o'rgatishim, aslida har birimizda bor bo'lgan aql bovar etmaydigan imkoniyatlarini namoyish etishim mumkin, xolos. U shu o'ylar bilan kengash ahli davrasi tomon odimladi. Oqchorloq Jonatan Livingston davom etdi o'sha ohangda jamoa raisi. O'rtaga o't. Qilmishlaring uchun ta'ni dashnomlarni eshit. To'dadagi birodarlaring guvoh bo'lishsin buning barisiga. Bu zardali gaplar xuddi tomdan tarasha tushgandek qo'qqisdan aytildi. Jonatan boshiga zarba yegandek gangib qoldi. Tizzalari qaltiradi, qanotlari shalvirab tushdi. Quloqlari esa tushunarsiz shovqindan tom bitdi. Sharmandalik to'daning o'rtasiga ta'na dashnom eshitish uchun, biroq bunday bo'lmasligi kerak. Axir u kashfiyot qildi-ku. Ular buni tushunmabdi. Bu yerda qandaydir tushunmovchilik bor. Xato qilyaptilar. Ular nohaq.
Zotan sen yo'l qo'ygan mislsiz beandishalik va mas'uliyatsizlik oqchorloqlar jamoasining yuksak axloqiy an'analarini oyoq osti qilish bilan barobarki, shu bois sen sharmandayu sharmsor etilishga loyiqsan. Umumiy majlisda ta'ni dashnom olgan jamoa a'zosi albatta oqchorloqlar jamoasi safidan quvg'in qilinadi. To'dadan haydalib, olis qoyalarga surgun etilgan quvg'inda oqchorloqning qismati esa yolg'izlikka mahkumdir. Va sen, oqchorloq Jonatan Livingston, bir kun kelib mas'uliyatsizlik qanday oqibatlarga duchor etishini anglab yetasan. Bizga hayot mohiyatini anglashga urinish buyurilmagan. Faqat bir narsa ayon, bu dunyoga biz rizqimizni topib yeyish va shuning evaziga imkon boricha uzoqroq umr ko'rish uchun kelganmiz xolos. Kimki oqchorloqlar kengashi muhokamasiga tortilgan bo'lsa, to'da ahli bilan majlisda bahslashishi taqiqlangan edi. Biroq Jonatan o'zini tutib tura olmadi. Beandishalik deysizmi? Xitob qildi u. Sizlarga nima bo'ldi, birodarlar? Hayotning mohiyatini tushunishga urinish, katta maqsadlarga olib boradigan yo'llarni izlash, axir buning nimasi beandishalik? O'zingizni bu oliyjanob ishlarga bag'ishlash, mas'uliyatni to'la his etish-ku. Axir biz hozirgacha nimani tushunib yetdik? Baliqning ichak chavog'ini talashib minglab yillarni boy berdik. Endi bizda ibtidoimizni, nima uchun yaralganimizni anglash imkoniyati paydo bo'ldi. Kashf etish, tushunish, ozod bo'lish imkoniyati. Menga bir martagina imkon bering, nima topganimni ko'rsatishga izn so'rayman. Jonatanning qarshisida to'da tosh qotdi. Biz senga birodar emasmiz, yo'ldan ozgan. Bir ovozdan baqirdi oqchorloqlar va quloqlarini mahkam berkitib unga orqa qilib olishdi. Qolgan kunlarini oqchorloq Jonatan Livingston yolg'izlikda o'tkazdi. U olis qoyalardan ham uzoqroqqa uchib ketgan edi. Uning bag'rini ezayotgan alam yolg'izlik azobi emas, balki oqchorloqlarning yuksak parvoz shavqini tuyishni istamagani edi. Ular ko'zlari ochilishini va olamni ochiq ko'z bilan ko'rishni rad etishdi. Kun o'sha Jonatanning bilimi ortib bordi. U katta tezlikda sho'ng'ishni o'rganib olgach, 10 futlar suv ostida to'da bo'lib suzadigan kamyob va juda xushtam baliqlarni ovlay boshladi. Endi uning tirikchilik g'amida baliqchi kemalarga uchib qo'nib yurishiga, mog'orlagan, evib ketgan non bo'laklariga ehtiyoji qolmagan edi. U endi yo'lidan adashmay, uchayotib ham uxlab olishga o'rgandi. Bunda unga tunda quruqlikdan esadigan yengil shabada qo'l keldi. Kun botgandan tong otgunga qadar yuzlab mil masofani shu zayil bosib o'tadi. Jonatan quyuq dengiz tumani orasida uchishda ham o'zining ichki nazorat tartibini saqlay bildi. Muntazam yuqorilab parvoz etib tumandan tepaga, shaffof osmonga ko'tarila bildi. Bu payt boshqa barcha oqchorloqlar yer bag'irlab o'tirar va ularning ko'rgan bilgani faqat yomg'ir va rutubatli g'ira-shira qorong'ulik edi. Yuksaklarda yelday uchgan Jonatan esa qirg'oqdan uzoqlarga, quruqlikning ichkarisiga qarab kirib borar. Bu joylarda turli-tuman hasharotlar, mazali ozuqalar serob edi. U erishgan ne'matlaridan yolg'iz o'zi bahramand bo'lar. Ularni to'dadagi barcha oqchorloqlar bilan baham ko'rishni niyat qilardi. U chuqur shamollarga basma-bas uzoqlarga uchishni o'rgandi va bu yo'lda chekkan ranju alamlariga hech ham o'kinmadi. Yurakni siqadigan xunobgarchilik, qo'rquv, kin, adovat, umrning zavoli. Shuni anglab yetib, Jonatan fikru xayolini diqqatbozlikdan, qo'rquv va adovatdan xalos etdi va chinakam baxt saodatga muyassar bo'ldi. Keyin ular kelishdi, shom mahali, va uni topishdi.
Bu payt u yolg'iz o'zi jonajon osmonida xotirjam uchib borardi. Bir juft oqchorloq yonginasida paydo bo'ldi va qanotlarini uning qanotlari bilan bir zayilda qoqib ikki yonida ucha boshlashdi. Bu oqchorloqlar qorong'u tun osmonida tiniqligi yulduz nuriga monand yog'du taratar va bu yog'du ezgulik bilan yo'g'rilgan edi. Biroq hammasidan ham ularning parvoz mahorati hayratlanarli edi. Bu oqchorloqlarning qanotlari uchlari bilan Jonatanning qanotlari uchlari orasidagi bir jumli oraliq har qanday harakatdan keyin ham hech o'zgarishsiz qolardi. Jonatan bir so'z demay ularni sinovga oldi. Bu sinovga biror bir oqchorloqning bardosh berishi dargumon edi. U qanotlarini shunday bir holatga keltirgan edi. Uchish tezligi keskin tushdi. Yana bir milgacha shunday uchsa qulab tushishi tayin edi. Ikkala qush ham uning harakatlarini aynan takrorlashdi. Biroq Jonatanning harakatiga nisbatan ularning holatida tirnoqcha o'zgarish sezilmadi. Ular ohista uchish san'atini ipidan ignasigacha egallashgan ko'rinadi. Jonatan qanotlarini yig'ib, o'zini bir o'ngga, bir so'lga tashlab oldi va soatiga 190 mil tezlikda tuyqusdan quyiga sho'ng'idi. Ular ham safdagi harakat va holatga to'la saqlagan holda quyi Jonatan bilan bir zayil sho'ng'ishdi. Va nihoyat Jonatan tezlikni tushirmay tepadan tik tashlab ko'r tugun usulini amalga oshirdi. Ikkala qush beg'araz kulishib u bilan birday ayni usulni bajarishdi. Juda zo'r-ku. Xo'sh, sizlar kim bo'lasizlar? Biz sening to'dangdanmiz, Jonatan. Biz sening birodarlaring, seni izlab keldik. Yuksaklarga ko'tarilish fursati keldi. Endi uyga qaytish vaqti yetdi. Mening uyim yo'q, to'dam ham yo'q. Axir men quvg'indiman. Boz ustiga hozir biz shamollarning buyuk cho'qqisida eng yuqori nuqtada uchyapmiz. Chamamda qaytarib qolgan tanamni yana 200-300 futlar tepaga ko'tarilishga majbur qila olmasam kerak. Uddalaysan, chunki sen parvoz ilmini egallading. Bir maktabning sabog'ini olding. Endi navbatdagisini boshlashing kerak. Bu madadkor dalda umr bo'yi uning yo'lini yo'lchi yulduzday yoritib keldi. Ayni damda esa yana yaraqlab qalbiga shavq va ishtiyoq nurini soldi. U bundan da yuksakroqqa ko'tarila oladi. Uyiga ham qaytadi. Axir uyga qaytish fursati ham haqiqatdan yetgan ko'rinadi. U oxirgi marta yer osmoniga va yerning o'ziga bir qo'r nazar soldi. Bepoyon bir diyor kumushday tovlanib yotardi. O'zi juda ko'p narsalarni o'rgangan aziz makonga uzoq tikilib qaradi. Keyin dedi: "Men tayyorman." Va ular uchovlon, oqchorloq Jonatan Livingston va yulduz sifat bir juft qush shitob bilan yuqorilab qorong'u samo qa'riga singib ketishdi. Birinchi qism tugadi.